أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Allah'ın iltifatı ile Sahih Bukhari dersimizin 3. dersini başlayımız. Aldığımız saat derste 5'den 6 hadisini okup ötken edik. Bugün 6. bab 7. hadisini okuyumuz. Kitabı Bed'il Vahyininki ahirki hadis 7. hadisini okuyumuz. حدثنا أبو اليماني الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. Bizga Abul Yaman al-Hakim ibn Nafi so'zlab berib dediki, bizga Shuayb Zuhriydan uning mundoq deganligini xabar berdiki, mana Ubaydulloh ibn Abdulloh ibn Utba ibn Mas'ud xabar berdiki, Abdulloh ibn Abbas radhiyallohu anhuma u Ubaydullohga mundoq xabar bergan. Haqiqatan Abu Sufyan ibn Harb ibn Abbas radhiyallohu anhumaga mundoq xabar bergan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Sufyan va Quraysh kofirlar bilan kelishim tuzgan mezgilda Abu Sufyan Qurayshlardan tashkil topgan bir karvon bilan Shamda tijorat qilayotgan. Shamda tijorat qilayotgan bo'lib, Heraklius uninga odam avatgan. Abu Sufyan hamrohlar bilan Baytul Muqaddasga kelganda Heraklius Rim qattilari bilan o'ldirgan majlisga kelib, ularni chaqirgan. Abu Sufyan hamrohlar bilan Baytul Muqaddasga kelganda Heraklius Rim qattilari bilan o'ldirgan majlisiga ularni chaqirgan emish. Heraklius Abu Sufyanni va uning karvondagi kishilarni o'zining majlisiga kelishga chaqirgan. Ondan ular tarjimon yordamida bir-biri bilan suhbatlashgan. Suhbatlash orqali Heraklius tarjimon orqali shu Abu Sufyanning karvondagilarga hay'atga mundoq debdi. Qaysinglarning nasabi payg'ambarlik da'vosi qilgan shu kishiga eng yaqin, Muhammad alayhisalom demoqchi. deb so'radi. Abu Sufyan dediki, mening nasabim eng yaqin. Dedim deydi. Heraklius xodimlarga uni menga yaqinlashtirib, qolganlarni uning keyini turg'izinglar dedi. Ondan tarjimoniga Abu Sufyanning amrohlarini ishorat qilib turib, ularga aytqinki, men uningdan Abu Sufyandan o'zini payg'ambar deb da'vo qilgan heliqi kishi to'g'riliq so'rayman. Agar u yolg'on aytsa, yolg'on aytdi deb qo'yinglar dedi. Abu Sufyan aytdi, Alloh bilan qasamki, hamrohlarim mening yolg'on aytganligimni yevatmasin demaydigan bo'lsam, albatta yolg'on aytgan bo'lardim. Ondan mendan u zot, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam to'g'riliq tunji bilib so'ragani shu bo'ldi. Ishinglarda u Muhammad alayhisalomning nasabi qandoq dedi. U Abu Sufyan deydi, men u ichimizga eng asl nasabli zotdir dedim. Uningdan burun ishinglarda payg'ambarlik da'vosi qilgan biror kishi bo'lganmi dedi. Yo'q dedim. Uning ota-bobolarining ichida hukmdor bo'lganlar, podshoh bo'lganlar bormi? Yo'q. Uningga oqsoqlar agishyotamdi yoki oddiy xalqmi? Oddiy xalq agishyotamdi. Agashkuchilar ko'payotamdi yoki aziyotamdi? Ko'payotdi. Uning diniga agashganlarning ichida dinni yoqtirmay yenib olganlar bormi? Yo'q. U payg'ambarlik da'vosi qilishdan ilgari uni yolg'onchilik bilan qorlab boqqanmidinglar? Yo'q. U ahdini buzamdi.
Yo'q, hozir uning bilan aramizda bir kelishim bor. U kelishimni buzamdi yo'q, bilmaymiz dedim. Ya'ni Abu Sufyan bu suhbatda mush bir so'zdan boshqani qistirishga faqat imkoniyatim bo'lmadi degankin. Ya'ni bir fursat topsalar payg'ambar alayhisalom qatta bir yolg'on gap qilaverishni o'ylab turgan gap. Müşayga vaqtda azroq bir so'zni qistirishga imkoniyat bo'libdi. Lekin yana yolg'on gap qilmabdi. Uning bilan urush qildinglarmi? Qildik. Qaysinglar g'olib keldinglar? Biz uning bilan necha qatim jang qildik. Ba'zida u yangda, ba'zida biz g'olib keldik. U sizlardan nimalarni qilishga buyurdi deb so'rab dedi. Abu Sufyan deydi, yolg'iz bir Allohga ibodat qilinglar. Allohga hech narsani sherik keltirmanglar. Ota-bovlaringlarning dinini tashlanglar deydi. Namoz o'qishga, zakot berishga, rostchil bo'lishga, iffetli bo'lishga, xish aqrabolarga sil-rahim qilishga buyurdi dedim. Ondan Heraklius tarjimoniga mundoq dedi. U Abu Sufyonga ayt, men sendan uning nasabini so'ragan edim. Esil nasabli kishi dedim. Demak, payg'ambarlik shundoq esil nasabli bo'ladi. Sendan ilgari sizlardan biror kishi payg'ambarlik da'vosi qilganmi deb so'ragan edim. Yo'q dedim. Agar oranglarda uningdan burun payg'ambarlik da'vosi qilgan biror kishi bo'lgan bo'lsa, Muhammad uni doğrab payg'ambarlik da'vosi qilgandi deydim. Uning ota-bovlaridan podshoh bo'lgan kishi bormi deb so'ragan edim. Yo'q dedim. Bo'lgan bo'lsa, u ajdodining podshohligini talab qildi deydim. U payg'ambarlik da'vosi qilishdan ilgari uni yolg'onchilik bilan qallamtinglar deb so'rasam, yo'q dedim. U kishilarga yolg'onchilik qilmagan ekan, Allohga albatta yolg'onchilik qilmaydi. U zotga esl zotlar ergashyapti yoki oddiy xalqmi deb so'rasam, oddiy xalq ergashyapti dedim. Haqiqatan payg'ambarlarga bakrak ergashadiganlar ana shulardir. Ergashuvchilar ko'payyapti yoki ozyapti deb so'rasam, ko'payyapti dedim. İman degan tamomlanguncha shundoq kuchayib ketadi. Ergashuvchilar ichida dinga kirib bo'lib, yoqtirmay yana bo'lgan birarsi bormi deb so'rasam, yo'q dedim. İman degan ko'ngil qanoati bilan ashundoq sinishib ketgan chaqda shundoq bo'ladi. U ahdini buzamdi deb so'rasam, yo'q dedim. Payg'ambarlar haqiqatan ahdini buzmaydi. Sizlarni nima ishlarni qilishga buyurdi deb so'rasam, yolg'iz Allohga ibodat qilishga, Allohga hech narsani sherik keltirmaslikka, butlarga ibodat qilmaslikka, namoz o'qishga, rostchil bo'lishga, iffetli bo'lishga buyurdi dedim. Uning haqida aytganlarim haqiqatan rost bo'lgan bo'lsa, u zot pat orada mening ikki qadamimning o'rnini egallab ketadi. Mushu ikki qadamimning o'rnini egallab ketadi debdi. Uning chiqadiganligini biletdim. Ammo uni sizlarning ishinglardan chiqadi deb o'ylamagan edim. Agar men uning qishga bora oladigan bo'lsam, qanchalik qiyinchilikqa yo'liqishimga qaramay, cho'qim uning bilan uchrashishga borardim. Navoda uning yanida bo'lgan bo'lsam, albatta uning putlarini yuvib qo'ygan bo'lardim, dedi. Yine mavo Herakliusning degan gaplar. Ondan Heraklius Dihyatul Kalbi raziyallohu anhu elib kelib, Busra valisi orqali uningga yetkazib bergan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning maktubini topshirgan kishini chaqirgan edi. U kishi maktubni Herakliusga berdi. U Heraklius maktubni o'qidi. Maktubda mundoq yozilgan edi. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Bismillahirrohmanirrohim deb boshlangan maktubkan. Allohning bandasi va elchisi Muhammaddan Rimning qatisi Herakliga. To'g'ri yo'lga ergashganlarga salom. Maqsadga kelsak, men seni islom diniga da'vat qilaman. Musulmon bo'lsang, omon bo'lasan. Alloh sana ikkisi savob beradi. Agar yuz o'rsang, xalqingning, fuqarolarining gunohi sana yuklanadi. Deginki, ey ahli kitob, Allohdan boshqaga ibodat qilmaslik, Allohga hech narsani sherik keltirmaslik, Allohni qo'yib bir-birimizni xudo qilib olmaslikdek, sizlar bilan bizning oramizda o'rtoq bo'lgan bir so'zga kelinglar. Agar ular qabul qilmasa, u chog'da bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar danglar. Abu Sufyan dediki, Heraklius maktubni o'qib bo'lgandan keyin uning yanida varanchuring chiqqan surallar ko'tarilib ketdi.
Şunun bilan u bizni chiqib ketishga buyurdi. Men chiqib ketib o'tib, hamrohlarimga mundaq dedim deydi. Abu Kabsha, ya'ni Abu Kabsha degandan Muhammad alayhisolamni maqsad qilgan. Abu Kabshaning ishi cho'ngib, oqtanliklarning podshohim qo'rqadigan darajaga yetibdi. Dedim. Shundan buyon toki Alloh taolo meni islom diniga kirishga muyassar qilgan qadar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning g'alaba qilganligiga ishonib keldim. Quddusning amiri ham Herakliusning do'sti bo'lgan Ibn Nazur Sham nasaralarining diniy raisi edi deydi. U mundaq deydi. Heraklius Quddusga kelganda bir kuni kayfi nachar holatda tong o'tkazdi. Shuning bilan ba'zi davlat kattalari uningga kayfsiz ko'rinayotgango degan edi. Heraklius kohin va munajjim odam edi deydi. Shunga ularga kecha yulduzlarga qarasam, xatna qilganlarning hukmdorininki o'ttirga chiqqanligini ko'rdim. Kimlar xatna qiladi dedi. Ular Yahudiylar xatna qiladi. Ulardan andish qilmaslar. Qo'l ostidagi shaharlarga maktub avatgaylar. Bütün şehir mesulleri öz şehirlerdeki Yahudiylarni öldürmesin deyişti. Ular şu fikirde turganda Iraklı'nın oldiga G'assan podshohi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xabarini yetkazish uchun avatgan odam keltirildi. Heraklius kelgan kishidan bir oz ahvol surishgandan keyin u odamni xatni qilinmaganligiga qarab bakmalar debdi. Mulozimlar uning xatnilik ekanligini aytibdi. Heraklius G'assan elchisidan arablar to'g'riliq so'radi. Elchi arablarga xatni qilishdi dedi. Shundan bilan Herakli men yulduzlarni ko'rgan hukmdor arablarning hukmdori ekan. U o'ttirga chiqibdi dedi. Ondan Heraklius Rimdagi ilmda o'ziga tanglash holatdagi do'stga xat avatdi. Heraklius Yemis shahriga kelib, do'stidan xat kelguncha hech bir yerga bormadi. Do'stining xati Herakliusningki payg'ambar o'tirib chiqibdi, Muhammad payg'ambar ekan degan qarish bilan o'xshash chiqibdi. Ondan Heraklius Rim qattalarini Yemis shahridagi sarayga yig'ilishga buyurdi. Ondan sarayning ishlarini mahkam taqib qo'yib demoqchi. Ey Rimliklar, nijotlikni, to'g'ri yo'lni, saltanatlarning davomlashishini xohlasanglar, ushbu payg'ambarga bay'at qilinglar dedi. Ular bu so'zni yav eshaklardek urkishib ish tarafga qaytishdi. Ya'ni ashlar Herakliusningki ma so'zni olgandan keyin g'alati gapni qilyotgango deb qo'rqib ketib, yav eshaklardek urkishib ish tarafga qarab qaytishdi dedi. Vaholanki ishlar taqoq edi. Heraklius ularning qat'iy xohlamaganligini ko'rib, ularning iymon etishdan noumid bo'lib chaqirdi va men bayon so'zimni sizlarning dininglarda chin turmaydiganliklarini sinab beqish uchun degan edim. Haqiqatan dininglarda chin turadiganliklarini ko'rdim degan edi. Ular Herakliusga egilib ta'zim qilishdi va uningdan xoshal bo'lishdi, mamnun bo'lishdi. Mana bu Herakliusning oxirgi ishidir.